enjoy the fun, 'cause we've just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun. Сказки братьев. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Temir odam. Shu yerda. Ana u! Suvdan olib chiqinglar. Shoshmanglar! Voy. Marhamat oling. Meni oltin koptogimni ushlashga qanday jur'at etding? Uni ustiga ho'l qilib qo'yding. Uzr. Axir o'zi istighfordingiz-ku. O'chir. Men shahzodaman. Buyuraman, hoziroq koptogimni tozalab ber. Bo'ladi. Sen hali mana shu lattamini artyapsanmi? Koptogimni battar iflos qilasan-ku. Borib, oltin koptogimni tozalash uchun tozalatni olib kel. Menga qara, bu yerda nima qilyapsan? Mayli, sen ketaver. Xo'p, xonim. Shahzoda, koptogingiz toza bo'ldi. Sen boshsan. Yo'qol ko'zimdan. Juda qo'pol bo'lib ketyapsan. Otang tirik bo'lganida bunaqa qilg'ingni ko'rib juda ham ranjigan bo'lardi. Hademay taxtga o'tirasan, saltanatni boshqarasan. Shahzoda, bunaqa bajahl bo'lmasliging kerak. Temir odam Gansni eslagin. Odobli bola bo'l. Xo'p, oyijon. Tushundingmi? Yana o'sha Gans. Ana minora. Интересно, он Gans rostdan shu yerdamikan? Voy Gans! Hali ham shu yerdamisan? Kim o? Voy! Koptogim tushib ketdi. Hoy Gans! Gans! Senga nima kerak? Kimsan o'zi? Hoy, koptogimni olib ber. Eshityapsanmi? Shahzoda sifatida buyuraman. O'zing tushirib yordingmi? O'zing avval. Nima? Hali shahzodani buyrug'ini bajarmaysanmi? Men shahzodaman. Menga hech kim buyruq bera olmaydi. Hatto shahzoda ham. Bu yerdan jo'nab qol. Qani? Koptogimni olib ber. Eshityapsanmi? Kirib o'zing avval. Olib ber deyapman. Nima kirishga qo'rqyapsanmi?
Qo'rqayotganim yo'q. Men shahzodaman. Hech narsadan qo'rqmayman. Unday bo'lsa kirib koptagini o'zing ol. Agar rostdan ham botir bo'lsang, eshikni ochganda ichkariga kir. Axir menda kalit yo'q-ku. Kalit onangning yotoqxonasida, yostig'ini tagida. Yostig'ini tagida deysanmi? Hey, nega o'zingni bunaqa tutyapsan? Shahzodaligingni unutma. Temir odam Gansni eslagin. Yaxshisi qo'rqoqligingni bo'yningga ola qol. Nima deding? Senga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'yarmish. Hey Gans, mana kalitni olib keldim. Nima gap shahzoda? To'g'ri, sen hali juda kichkinasan, ammo eshikni ochib ichkariga kirishingga to'g'ri keladi. Xo'sh, bunga jur'ating yetarmikin? Men shahzodaman. Nimani xohlasam shuni qilaman. Mana bo'ldi. Endi koptogimni ber. Koptaging o'zingga bersin. Menga kerak emas. Voy, qo'yvor meni. Eshityapsanmi? Qo'yvor deyapman. Qo'yvor, nima qilyapsan o'zi? Voy, nomard ekansan, qo'yvor. O'zingni jasur qilib ko'rsatganing bilan aslida ahmoqsan. Ha. Endi koptagingni ol-da, tuyog'ingni shiqillat. Qani? Qayoqqa ketyapsan, Gans? Qochib ketsang, oyim meni sog' qo'ymaydi. Hamma ustimdan kuladi. Unda men bilan yura qol. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor deyapman. Axir men shahzodaman. Qani bora qol, bolakay. Bunday dema, men shahzodaman. Bu o'rmonda qirol ham, shahzoda ham yo'q, tushundingmi? Endi to'rt tomoning qibla. Yo men bilan qolasanmi? A? Qani? Nega qolarkanman? Qasrga qaytaman. O'zingni ehtiyot qil. O'rmonda vahshiy bo'rilar ko'p. Shahzodalar bo'rilardan qo'rqishmaydi. Bo'rilar shahzodaligingga qarab o'tirishmaydi. Buni unutma. Bilaman. Voy! Gans! Gans! Yordam ber! Gans! Gans, yordam ber! Agar men bilan qolmoqchi bo'lsang, ishlashingga to'g'ri keladi. Hozircha mana bu ko'lga qarab tur. Unga birorta yaproq tushsa ham suvi loyqalanadi. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, xayr. Nega endi ko'lga qarab turishim kerak ekan? Shu paytgacha turgan ko'l turaveradi. Uyqum kelyapti. Ahmoq. Nega aytganimni qilmading? Qara deyapman. Bu oddiy yaproq-ku. Nega tashvishlanasan? Senga yaproq tushsa ham suv loyqalanadi demaganmidim? Nega jahling chiqyapti? Hech narsa bo'lgani yo'q-ku. Suvdan bargni olib tashlasang, olam guliston. Suvga bir qarachi. Bo'pti.
Xo'sh qalay. Endi bu yerda qolishingga hojat yo'q. Shaharga borgin-da, tasqari aftingni tuzatishga harakat qil. Voy xudoyim. Endi nima qilaman? Asl holingga qaytaman desang, shahzodaligingni unut bolakay. Mustaqil yashashga harakat qil. Bu qo'lingdan keladi. Shahzodaligingni unut. O'zing mustaqil yasha deysanmi? Harakat qilaman. Juda soz. Bordi-yu boshingga tashvish tushsa, meni yordamga chaqir. Bajonidil yordam beraman. Sendan hech qachon yordam so'ramayman. O'zing bilasan. Hozir bu yerda bo'rilar yo'q. Tezroq qimirla. O'lsam ham yordam so'ramayman. Qornim shunaqa ham ochdiki, borib biror yegulik so'rayman. Ey, tezroq ochinglar. Kim o shovqin solayotgan? Kimsan o'zi? Qayerdan kelib qolding? Qornim och, ovqat ber. Nima? Ovqat? Hali ovqat yegilari kelib qoldimi? Ovqat yemoqchi bo'lsang mehnat qil. Mehnat? Nega endi? Nima, ustimdan kulyapsanmi? Bu yerda ishlagan tishlaydi, tekin tomonlarga o'rin yo'q. Bor, tashingni ter. Men axir Shahzodaligingni unut. Mustaqil yashashga harakat qil. sizda biror yumush topilmaydimi? Ish izlayotganga hech o'xshamaysan. Ishlamoqchiman. Qo'lingdan nima ish keladi? Bilmadim, ammo harakat qilaman. Qani ichkariga kirchi. Qani bor kuching bilan ur. Bo'lmasa bosqon bos. Yetar, eplay olmayapsan. Mana buni ol. Qattiqroq ur. Mahkamroq ushla. Bor, yo'qol. Qornim juda och. Menga ish beringlar. Qanaqa ish kerak? Farqi yo'q, juda ochman. Hozir hamma och. Har kuni terga botib ishlaymiz. Qirol bo'lsa bizga hech nima qoldirmay hamma hosilni olib ketadi. U mamlakatda tartib intizomni saqlayapti. Raqsga tushishga ham vaqtimiz yo'q. Shu ham gap bo'ldi-yu. Xo'sh, ishlashni xohlaysanmi o'zi? Yo'q, ishlagim kelmayapti. Unday bo'lsa yo'lingdan qolma. Biz ishlashimiz kerak, tushundingmi? Qornimni to'yg'izmaguninglarcha bir qadam ham jilmayman. Nima? Rosa surbet ekan-u. Men shahzodaman. Nahotki tushunmaysizlar. Kulgimizni qislatma. Shahzodaman deydi-ya. Nahotki shahzoda dehqonlardan ovqat so'rasa, demak shunaqalari ham bo'lar ekanda. Shahzodaligingni unut. Mustaqil yashashga harakat qil. Endi suvdagi aksingga qara. Nima bo'pti? O'lib qolmadimikin? Juda holdan to'ygan. Ovqat yemagandan keyin shu-da. Mana uni yeb ol, qorning ham rosa ochqib ketgandir. Rahmat. Tezroq qimirla. Ehtiyot bo'l, tushirib yuborma. Ko'zingga qara. Nima qilib qo'yding? Suzishni bilmayman. Sovqatib ketdim. Ish topishim kerak. Voy, qo'lingdan faqat sindirish kelar ekan u. Mayli, bog'dagi yo'lakchalarni yaxshilab supur. Yana biror narsani sindirib yurma. Kechirasiz. Tavba qildim-ey. Shahzodaligimni unutishim kerak.
hech narsa qo'lingdan kelmas ekan. Yo'qol bu yerdan. Nima qilib qo'yding? Suzishni bilmayman. Mustaqil yashashga harakat qilishim kerak. Go'zallikni. Voy bola. Siz bizni yangi bog'bonimizmisiz? Ha, shunday. Hali gullar ochilmadimi? Hozir qarayman. Voy, naqadar ajoyib. Gullar sovuqda ham ochilishini bilmas ekanman. Bularni daladan terib keldim. Bu bahor elchisi, juda ham chiroyli, hidi ham ajoyib. Rostdanmi? Qayerliksiz? Uzoqdan. Shunday deng. Ha? Ha, bolakay, qayerdasan? Meni chaqirishyapti. Keyinroq ko'risharmiz. Gullar uchun rahmat. Arzimaydi. Ey, nima qilyapsan o'zi? Hammasini yoq, hammasini. Oyijon, oyi! Qochinglar! Qochib qolinglar! Sen qayoqqa? Dushman bostirib kelyapti. Nega qaqqayib turibsan? Qoch, ko'rmayapsanmi? Dushman bostirib kelyapti. Tezroq qoch, tezroq! To'xtab turing, shoshmang. Dahshat. Sen juda o'zgarib ketibsan. Endi Gansga o'xshagan odamlardan qo'rqmasang ham bo'ladi. Naqib turibsan, qochsang-chi. Qochinglar, hammanglar qochinglar. Shahzodaligingni unut, mustaqil yashashga harakat qil. Men jang qilaman. Hammasi chirib ketdi-ku. Yaxshisi Gans yoniga boraman. Ey Gans, gaplashib olishim kerak. Nima deysan? Dushman qal'aga hujum qilyapti. Odamlar hayoti xavf ostida. Qilich bilan otingni berib tur. Nima? Jang qilmoqchimisan? Axir sen bu mamlakat shahzodasi emassan-ku. Senga baribir emasmi? Yo'q, ularga yordam bermoqchiman. Boshlariga tashvish tushganda tashlab keta olmayman. O'z hayotingni xavf ostiga qo'yib-a? Ha. Buni qara-ya. Bor, suvdagi aksingni ko'r. Oxir yuzim. Birgina qilichi ot bilan jangda g'olib chiqib bo'lmaydi. Mayli, qo'shinimni ham ola qol. Nima? Qo'shinni ham? Olg'a! Buyuraman, jangga kiringlar. Dushmanni qal'adan uloqtirib tashlanglar. Qal'a himoyasi uchun olg'a! Ortimdan! Hujumga! Yaratganning o'zi bizga madadkor bo'ldi. Biz g'alaba qozondik. Qal'a qutqarib qolindi. Xuddi shunday. Qo'shinga qaysi qirol qo'mondonlik qildi, unga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Uni qal'aga taklif eting. Qayerda u? Qirol hazratlari, chaqirtirgan ekansiz. Sizdan bag'oyat minnatdorman. Mamlakatimni qutqarib qoldingiz. Kimsiz o'zi? Marhamat qilib niqobingizni yechsangiz. Yaxshi.
naqadar o'ktam yigit. Menimcha u shahzoda bo'lsa kerak. Qani aytchi shahzoda, sen qaysi yurtdan bo'lasan? Men shahzoda emas, sizni boboningizman. Bog'bon? Ha. Sizmisiz? Mayli, shahzodamisan yo bog'bon, buni ahamiyati yo'q. Muhimi sen haqiqiy qahramonsan. Endi mamlakatimda tinchlik hukm suradi. To'yga hozirlik ko'rilsin. Rahmat senga, Gans. Halol mehnat qilding. Endi haqiqiy shahzodasan. Продюсер Коичи Мотохаси. Режиссерлар Хироши Саито, Сигеро Омачи, Кузиёши Якота, Такайоси Сузуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Рассомлар Набиюко Ходжумато, Масари Ямамото, Акира Миязаки, Набуя Ханаи. Басtakor Хидея Шумазу. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbekchili film studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Barno Qodirova, Karomat Isomova, Munira Satullayeva, Fayzulla Ahmedov, Farhod Abdullayev, Bahodir Nishonov, Fathulla Masudov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Satullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.